qiyshiqligicha kelib, qiyshiqligicha ketib qolmang bu yerda. Rasulullohga to'g'ri bir ummat bo'lib ketishga harakat qilinglar endi bu yerda. Yaxshi bir ummat bo'lib ketinglar. Bu yerda qo'shnichiligimiz nihoyatda oz. Mana shu qo'shnichiligimizni qiyomat kuni Rasulullohga qo'shni bo'lib olishga arzingizni ham qilib olinglar bu yerda. Shunday qo'shni bo'lib olinglar. Bugun inshaalloh erkaklar ravzaga kiradi, ertaga ayollar kiradi, ravzalarga ham kirasizlar-ku, lekin mana shunga yarasha ishni ham qilib olaylik avval. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Quvvat, g'ayrat, himmat ato qilgin. Bularda olib kelib xizmat qilayotgan mana farzandlari, nabiralari, mana kelinlar yugurib xizmat qilyapti. Xudo umri jonlariga, rizqlariga barakot ato qilsin. Man hadama xudima degan janob Rasululloh kimiki xizmat qilsa unga ham xizmat qiladi. Biz qaynamizga xizmat qilaylik, bizga ham kelinimiz xizmat qiladi. Biz qaynamizga xizmat qilaylik, onamizga xizmat qilaylik, nabiramiz, farzandimizga ham xizmat qiladi. Xudo hammalarimizni umri jonlarimizga, rizqlarimizga barakot ato qilsin. Qilayotgan duolarimizni ijobat qilsin. Umid yurtlarimizda doimiy tinchlik, omonlik, yildan keyingi kuchkorlarimizga ham Xudoyim barakasini bersin. Mana bu yil yaxshi bo'ldi, o'shancha qator kelyaptilar. Xudo bu yildan keyingi yillarda ham nasibalarimizni qo'shsin. Alloh